Parallel olamlar haqiqatmi yoki ilmiy fantastikami? Parallel olamlar haqidagi goya ilmiy fantastika sifatida ommalashgan bo'lsa-da, u ilmiy nuqtai nazardan ham jiddiy muhokama qilinadigan mavzulardan biridir. Ilmiy qarashlar. Parallel olamlar tushunchasi kvant fizikasi va kosmologiyada turli nazariyalarga asoslangan. Kvant ko'p olamlar nazariyasi bu nazariyaga ko'ra, har bir kvant hodisasi natijasida koinot turli mumkin bo'lgan yo'nalishlarga bo'linib, yangi parallel olamlar vujudga keladi. Buni 1957 yilda fizik Hugh Everett taklif qilgan. Masalan, agar siz bir qaror qabul qilsangiz, boshqa olamda siz aksincha qaror qabul qilgan bo'lishingiz mumkin. Shnur nazariyasi va ko'p olamlar. Bu nazariyaga ko'ra, bizning koinotimiz cheksiz ko'p boshqa koinotlar bilan birgalikda mavjud bo'lishi mumkin. Har biri turli fizik qonunlarga ega bo'lishi ehtimoli bor. Kosmologik multiversiya, inflyatsion kosmologiya nazariyasi shuni taxmin qiladiki, bizning koinotimiz juda katta va u cheksiz bo'lishi mumkin. Shu sababli, boshqa makon-zamonda biznikiga o'xshash yoki butunlay boshqacha olamlar mavjud bo'lishi mumkin. Ilmiy fantastika. Parallel olamlar g'oyasi fantastik adabiyot va filmlarda juda keng qo'llaniladi. Masalan, Marvel filmlaridagi multiversiya, Interstellar filmidagi boshqa o'lchovlar yoki Stranger Things serialidagi Upside Dawn dunyosi bunday tushunchalarga asoslanadi. Xulosa. Parallel olamlar haqidagi ilmiy nazariyalar hali isbotlanmagan, chunki biz ularga bevosita dalil topa olmayapmiz. Lekin bu g'oya ilm-fan tomonidan butunlay rad etilmagan va kvant fizikasida, kosmologiyada jiddiy o'rganilmoqda. Shunday ekan, parallel olamlar ilmiy fantastika bilan bog'liq bo'lsa-da, bu butunlay to'qima emas, balki ehtimoliy ilmiy haqiqat ham bo'lishi mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Bundanda qiziq ma'lumotlarni bilish uchun Information Time kanaliga obuna bo'ling.